Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizdan navbatdagisi hadis ilmining sultoni. Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan, odam bolasini qo'li bilan yozilgan eng to'g'ri kitobning sohibi Imom Buxoriy haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bu darslarimiz ulug' insonlarning shaxsiyatlarini, ularning hayotini o'rgatish orqali bizga islomiy tariximizni o'rgatadi. Mana shu ulug' insonlar siz bilan bizga islomiy hazoratimizni barpo qilib berishgan. Odamlarning orasida bor yo'g'i 2% mana shunday bir ulug' insonlar bo'ladi. Mana shu 2% insonlar odamlarni boshqaradi, tarixni shakllantiradi. Qolgan odamlar mana shu 2% odamlardan foydalanadi va ularga ergashadi, tobe bo'ladi. Mana shu tariximizda o'tgan ulug' insonlarning ko'pchiligini tanimaymiz. Agar tanisak ham faqat ismini bilamiz. Masalan, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy haqida nima bilasan desa, o'rtacha odam aytadi, muhaddis bo'lgan, Sahih Buxoriyni yozgan deydi. Yana nima bilasan desa, boshqa ma'lumoti yo'q. Buni ham qayerdan biladi desiz, shu muhaddis bo'lgani, Sahih Buxoriyni yozganligini qaytib eshitib o'rganligi uchun kallasiga kirib qolgan. O'zi bir kitobni ochib o'qib, mana shu buyuk ajdodini kim ekanligi bilan qiziqmagan. Siz bilan bizni birodarlar, hamyurtimiz, vatandoshimiz mana shu Mavoron Nahrdan chiqqan. Imom Buxoriy ana shu ulug'larimizni yoshlarimizga tanishtirib, ular kimlarga taqlid qilishligi kerak, kimlarga iqtido qilishligi kerak, shuni ko'rsatishimiz kerak. Aks holda boshqalarda o'zlariga ibrat namuna qilib olyapti yoshlar. Taassuf, hammaning qo'lida bor telefon, hammaning uyida bor televizor, ertamandan kechgacha mana shu musulmon odamga yot bo'lgan, begona bo'lgan madaniyatni, musulmonning tabiatiga, fitratiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilayotgan odamlarni ibrat namuna, bizning tilda kumir qilib ko'rsatyapti. Taassuf. Albatta bu ulug' insonlarni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan shart-sharoitlar bor, sabablar bor, omillar bor. Bu ulug'larning hayotini o'qishlik mobaynida ana shu sirlardan siz bilan biz ham boxabar bo'lamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz hadis ilmida Amirul Mu'minin bo'lgan, Alloh azza va jallaning kalomi, Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob, Sahih Buxoriyning sohibi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilgan bo'lamiz. Imom Buxoriy o'zini mana shu Sahih Buxoriy, Jami'us Sahih, o'zi Jami'us Sahih, yana bitta ismi Sahih Buxoriy. Shu kitobi haqida aytadi, bu kitobni 16 yil davomida yozdim va mana shu kitobni o'zim bilan Allohning o'rtasida hujjat bo'lishini xohladim. Ya'ni bironta noto'g'ri xabar, bironta bir noto'g'ri so'z yo'q. Islom tarixi birodarlar Imom Buxoriyga o'xshagan boshqa bir odamni ko'rgan emas. O'zini yodlash qobiliyatida, rivoyatdagi puxtaligida, hadislarni izlashdagi sabr bobida Buxoriydek inson yer yuzida yashagan emas. Bu ulug' inson hadis ilmida shu hadis ilmini talabalaridan ham o'zib ketdi, shu hadis ilmini ustozlaridan o'zib ketdi. Ulamolardan biri Imom Buxoriy haqida aytadi, unga o'xshagan boshqa bir insonni ko'rgan emasman. Go'yoki u faqat hadis ilmi uchun yaralgandek edi. Ya'ni bu kishida boshqa ilmlar ham bo'lgan, lekin hadis ilmida bo'lgan u kishining peshqadamligi haqiqatan boshqa hech kimda ko'rilgan emas. U kishining to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy. U kishining katta bobosi Mughira asli majusi bo'lgan, Buxoriga ko'chib kelib, Buxoroning amiri Yamonning qo'lida kalima keltirib musulmon bo'lgan. Endi Imom Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohim birodarlar ahli ilm bo'lgan. Bu kibor ulamolarning suhbatida bo'lgan, o'zi ilmli odam bo'lgan. Imom Buxoriy o'zini otasi haqida aytadi, meni otam Malik ibn Anasdan hadis eshitgan. Maliki mazhabining imomi, Dorul Hijraning imomi Malik ibn Anas. Undan hadis eshitgan. Hammod ibn Abi Zaydni ko'rgan va Abdulloh ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan. Mana Abdulloh ibn Muborakning kimligini o'tdik.
Imom Molikda qanaqa inson bo'lganligini mana o'tgan Ramazonda o'tdik. Mana shu kishilarda suhbatida bo'lgan ekan. Imom Buxoriyning otasi Ismoil ibn Ibrohim. Demak, oilada ilm bo'lishligi, oilada taqvo bo'lishligi albatta bu farzandlarga ta'sir qilmay qolmaydi, birodarlar. Imom Buxoriyning otasi Imom Buxoriy yosh bola paytida o'lib ketadi, yetim qoladi. Ulug'likni sirlardan deb turib, birinchi darsimizda aytganmiz, yetimlik deganmiz. Otasi yoshligida o'lib ketgan yosh bola, o'g'il bola xususan, tezroq katta bo'lishga majbur bo'ladi. Tezroq esini yig'ishligi kerak, aqlini yig'ishligi kerak. Chunki otasi yo'q ustida. Endi albatta otasi bor odam ulug' inson bo'la olmaydi degan gap yo'q bu yerda. Ammo otasi yo'qlarning imkoniyati kattaroq bo'lgan. Chunki otasi bor odam muammolarni otasi hal qilib beradi, yosh bolada qilib yuraveradi. Nimani o'qish kerak, otasi tanlab beradi, yuraveradi. Mana odamlarga bor, bunday qil. Shuning uchun o'zini mustaqil bir hal qilishlikka bir ishlarda yo'li yo'q, imkoniyati yo'q. Shuning uchun uni ulg'ayishi otasi yo'q bolani ulg'ayishdan ko'ra sekinroq kechadi. Imom Buxoriyning otasi aytdik, mana yoshligida Imom Buxoriyning yoshligida o'lib ketgan dedik. Bu kishi ilmli odam edi, ham tijorat bilan shug'ullanar edi. Vafot etar ekan, aytgan edi umrining oxirida. Bor moli dunyoyimda na harom yo'l bilan, na shubhali, nopok yo'l bilan topilgan bir dirhamni borligini bilmayman. Ana birodarlar, Imom Buxoriy qilgan ishlardan bittasi. Imom Buxoriyda mana shunday bir martabaga yetishiga sabab bo'lgan omillardan bittasi halol luqma. Halol luqma. Top kelayotgan pulimizga yigitlar juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli zo'r yegizmaylik, zo'r kiyintira olmagan bo'laylik. Muhimi halol yegizaylik, inshaalloh kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga. Katta olib kelmang, mayli, muhimi halol olib keling. Farzandlarimizdan ilmli odamlar chiqishini omillarda yana bittasi Imom Zarnuji Ta'limul Mutalimda yozadi. Olimlarni hurmat qil, izzat ikrom qil, ahli ilmlarda xizmatini qil, hadiyalar ber, shunda bolalaringdan ilmli odam chiqadi deydi. Agar bolalaringdan chiqmasa, nabiralaringdan chiqadi deydi. Otalar, bolalarimizni ilmli bo'lishiga biz bir yo'l yaratib beraylik. Halol olib kelaylik, halol yegizaylik va ahli ilmlarni hurmat qilaylik. Inshaalloh kam bo'lmaydi bolalarimiz. Siz bilan bizdan bo'lmasa, bolalarimizdan bo'lmasa, nabiralarimizdan chiqadi. Demak, Imom Buxoriyning otasi luqmaga qattiq e'tibor bergan. Harom, shubha, gumon, nopok yo'l bilan uyga pul olib kirmagan. Imom Buxoriy otasidan yosh qoldi. 3 yoshga kirganda muorrixlar aytadi, ko'zi ko'rmay qoldi. Bitta onasini qo'lida qoldi. Otasidan bir muncha dunyo qolgan. Va mana shu dunyosini bu taqvodor, soliha ona bolasini ta'limiga sarfladi. Solih ayol edi. Bolasini ko'zi ko'rmay qolganida yig'lab Allohga duo iltijoni ko'paytiradi, bir kun uxlab qoladi, tush ko'radi. Tushida Ibrohim alayhisalomni ko'radi. Ibrohim alayhisalom aytadiki, ko'p duo qilib yig'laganingdan Alloh taboraka va taolo o'g'lingni ko'zini qaytardi dedi. Ona ertalab turib qarasa, o'g'lining ikkala ko'zi bobboyigidek ko'ryapti. 3 yosharida ko'zi ko'rmay, keyin Alloh taolo ko'zini qaytarib bergan edi. Birodarlar, Imom Buxoriy har qancha aytib faxrlansak, arziydigan inson. Buyuk shoir va mutafakkir Abdurrahmon Jomiy Imom Buxoriy haqida aytadi. Makka va Madinada yasalgan tanganing Buxoroda sayqali kamolga yetdi. Makka va Madinada yasalgan tanganing pardozi Buxoroda tomomiga yetdi deydi. Bu degani hadis ilmini, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini o'rganishi ilmi, agar shu Makka, Madinada boshlangan bo'lsa, hadislarda aytilishi, o'rganilishi tamomiga yetishligi Buxoroda bo'ldi deydi. Haqiqatan bir nozik, ajib ta'rif. Imom Buxoriyga Alloh azza va jalla iqtidor berdi, qobiliyat berdi. Bizning tilda talant berdi. Birodarlar, Alloh taolo har bitta odamga qandaydir iqtidor, qobiliyatni beradi. Odam bolasi borki, qandaydir talanti bor. Faqat u talantni o'zida borligini biladi yo bilmaydi. Kashf qiladi yoki maxfiy qolib ketadi. Agar kashf qilsa, to'g'ri yo'lga ishlatib foydalansa foydalandi,
bo'lmasam ko'milib yo'qib ketadi. Endi taassuf ayrim odamlar o'zidagi mana shu iqtidorni noloyiq yo'llarga sarflaydi. Masalan, eshitgan ashulasini bir marta eshitdi, yodlab qoladi. O'yindan keyin mat bera oladi. Futbolchining tarixi, komandani tarixi biladi. Mana shu sizga berilgan shu iqtidorni noloyiq joyga sarflagan bo'lasiz. Qiyomatda javob berasiz shu narsaga. Shuning uchun Alloh taolo sizga o'g'il bergan, qiz bergan, diqqat bilan kuzatingda. Qandaydir bir qobiliyati bor. Qandaydir yuraylik, hech narsadan qo'rqmaydi. Yo bo'lmasam jismonan baquvvat yoki juda ham tez yoki biror narsani eslab qolishligi zo'r. Ha? Masalan, til o'rganishlikka qobiliyat. Men bir ukamiz bor, bilaman, 8 xil til biladi. Aytardiki, menda shu til o'rganishlikka qandaydir qobiliyat bor derdi. Boshqalar 1 yilda o'rgangan narsani 1 oyda o'rganaman derdi. Ana shuni topibdi, o'zida borligini 8 xil tilda o'rganibdi. Imom Buxoriyga Alloh taolo ulkan aql va kuchli xotirani berdi va mana shu narsani u kishi hadis ilmiga sarf qildi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. Yosh bola ekanman, ma'rifdagi fuqaholarni, muhaddislarni ziyorat qilardim. Ya'ni 10 ga kirmagan bola katta shayxlarning oldiga kirib o'tiradi. Kirib ularga salom bergani uyalardim deydi. Ular bilan birga o'tirib hadis yozar edim. Ya'ni bir shayx dars aytadi, hadis, qolganlari yozadi. 10 ga kirmagan bola o'tirib yozadi. Shunda shu majlisda o'tirganlardan bittasi erkalatib, 9-8 yoshli bola, "Nechta hadis yozdingiz?" desa, 2 ta derdi. 2 dona desa, kulishar edi. Shunda shayx aytar edi, "Kulmanglar. Shu boladagi iqtidor, qobiliyatni ko'rgan. Bir kun keladi, hammalar ustinglardan kuladi mana shu bola." 10 yoshga yetmagan bola katta kishilarning ichiga kirib, ilm o'rganaman deb qog'ozini, qalamini olib o'tirishligini bir fikr qilib ko'ring-da. Haqiqatan bu Alloh taolo tanlab olgan bandalar edi. Ulamolar mana shu yosh Muhammad ibn Ismoilni ilmga bo'lgan rag'batini ko'rishdi va mana shu narsaga e'tibor qilishdi. Shuning uchun birodarlar, yosh bolani kichikligida bir diqqat, e'tibor bilan bir qarasangiz, bir iqtidorni ko'rasiz. Agar Alloh taolo shu iqtidorni bergan bo'lsa, shuni yo'lang, inshaalloh bir ulug' inson bo'lib yetishadi. Varroq aytadi. Imom Buxoriyni sinfdoshlardan ikkitasi, Hashid ibn Ismoil, yana bir kishi. Mana shu ikkala sinfdoshi aytayapti. Abu Abdulloh Buxoriy biz bilan birga Basraning shayxlarini ziyorat qilar edi. Ya'ni Basradagi shayxlarda o'tirib dars o'rganardik. 16 yoshar bola. Hammamiz shayxdan eshitgan narsani yozar edik, u esa hech narsani yozmas edi. Bu holat bir necha kun davom etdi. Biz unga biz bilan birga o'tirasiz u hech narsani yozmaysiz. 16 kundan beri biz bilan eshitilib yuribsiz. Biz yozyapmiz, eshityapsiz. Vaqtingizni bekor sarf qilib yuribsiz deb malomat qilishdi. Imom Buxoriy indamadi. 16 yoshar bola. Hadeb shu gapni gapirish o'rganidan keyin oxiri Imom Buxoriy 2 oylar so'raverib zeriktirib yordinglar. Qani yozgan narsalarni olinglarchi, menga arz qilinglarchi. U ikkalasi yozgan daftarini olib ochishdi. Mana shu 15-16 kunning ichida minglagan hadislarni yozishgan edi. 15 mingta hadis yozishgan deyiladi. Imom Buxoriy hamma hadisni yoddan aytib berdi deydi. 16 kun eshitgan hadislarning hammasini bir marta eshitib yodlagan. Hatto Buxoriy aytganda biz yozgan narsalarimizni uni aytganiga qarab turib to'lab oldik deydi. Aytyapmiz, Alloh taolo g'ayri oddiy iqtidor bergan va bu kishi o'rniga sarflay bilgan. Nima dedi Imom Buxoriy? Men sizlar bilan vaqtni bekorga o'tkazib yuribman ekanmi endi? Shunda aytishadi, bu ilmda biror Buxoriydan o'tib ketmasligiga shunda ishondik deydi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi. Sahih hadislardan 100 mingtasini yoddan bilaman. Sahih bo'lmaganlaridan 200 mingtasini yoddan bilaman. Bu buncha hadisni yoddan bilish hayotini avvalida o'zini Jami' Sahihini yozganida 600 ming, 700 ming hadisning ichidan yodlagan, yoddan bilgan. 4 mingta sahihini chiqarib olgan edi. Mana shu 600 ming, 700 ming hadisni hammasini yoddan bilgan va ularni sanadini ham bilgan. Ya'ni yodlashning yo'lini. Muhammad ibn Ismoil haqida ulamolardan biri aytadi, Muhammad ibn Ismoil kabi boshqa insonni ko'rgan emasman. U ulamolardan bir kitobni olardi-da, bir marta o'qib chiqib yodlab olar edi.
bir marta o'qirdi, yodlab olar edi. Imom Buxoriy o'zini shahridagi ilm bilan kifoyalanmadi, balki ilm talabida safar qildi. 16 yashar bola Basraga safar qildi. 16 yashar bola Basraga safar qildi. Endi qarang, bu yerda onaning ham bir rolini, onaning ham bir vazifasini. Undan katta o'g'li bo'lgan 16 yashar bolasini boshqa yurtga jo'natib olishlikka quvvati yetgan ekan. Mana shu safarlarida hadisga qattiq e'tibor qildi. Imom Buxoriy o'zida mana shu yodlab qolishlik degan qobiliyatni borligini ko'rdi, shuni hadisga burdi. U kishi yana hadisdan boshqa ilmlardan ham o'ziga nasiba ulush olgan, boshqa ilmlardan ham o'rgangan-u, lekin ko'proq e'tibori hadis ilmiga edi. Imom Buxoriy o'zi haqida aytadi: "Men faqat hadis egalari bo'lgan kishilardan 1080 tasidan eshitib hadis yodlaganman. Muhaddis deb tanilgan odamlardan 1080 tasidan hadis eshitganman" deydi. Imom Buxoriy umrini ilm talabida Rasulullohning hadislarini o'rganishlik yo'lida o'tkazdi. Imom Buxoriy avval Buxorodan ilm oldi, keyin Balxga safar qildi, keyin Nishopurga, keyin Rayga. U yerdagi ulamolarning hamma hadislarini yod oldi, lekin baribir hadis ilmining markazi arab yerlari edi, xususan Iroq. 210-hijriy yilning oxirlarida Iroqqa safar qildi 16 yasharida. Mana shu yerdagi mashoyixlarning suhbatlarida o'tirib, ulardan hadis o'rgandi. Imom Buxoriy aytadi o'zi, Bag'dodga 8 marta kirdim. Ana shu safarlarimda har kirganimda Imom Ahmad ibn Hanbalni suhbatida o'tirdim. Imom Ahmad ibn Hanbal ulug' muhaddis olim, Imom Buxoriyning ustozi bo'ladi. Hanbali mazhabining imomi. U kishidagi ilmni oladigani olib ketmoqchi bo'lib xayrlashgani borganimda Imom Ahmad menga ilmni va uni odamlarni tark qilib Xurosonga ketasizmi dedi. Ya'ni ilmingizni o'qib ko'paytira olmaysizmi, rivojlantira olmaysizmi, cho'qqiga chiqmaysizmi? Akalar, biz qanaqa ilmda aytyapmiz? U bir mansab beradigan, bir kursi o'tkazib qo'yadigan ilmda emas. Ummatni cho'qqiga qarab, so'dirab olib chiqib ketishga sabab bo'ladigan ilmda aytyapmiz. Imom Buxoriy Iroq bilan kifoyalanmadi, keyin Makka ga bordi. U yerdagi ahli ilmlarning hadislarini o'rgandi. Madinaga bordi. U yerdagilarni ham oldi hadisini. O'tirib eshitar edi, bilmagan hadisini eshitsa, yodlab olardi, bilganini eshitsa, qaysi yo'l bilan, qaysi sanad bilan ekanligini yodlab oladi. Baribir foyda olar edi. Misrga keldi. Misr ahlida bor bo'lgan hadislarni ham yod oldi. Keyin Shomga bordi. U yerdan o'rgandi. Deyarli birodarlar, ummati Muhammadiyada bor bo'lgan sahih hadislarni deyarli hammasini yodlab bo'lgan edi. Ana shu o'rgangan hadislarning hammasini o'zining eng ulug' kitobi Jami' Sahih, ya'ni Sahih Buxoriy shu kitob. Mana shu Jami' Sahihga jamladi. Alloh taoloning kitobi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng to'g'ri kitob. Odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitoblarning eng to'g'risi Jami' Sahih yoki Sahih Buxoriy. Imom Buxoriyning ta'lifotlarida. Birodarlar, mana Sihoh Sitta deymiz hadis kitoblarini eng to'g'ri 6 ta kitob. Bular Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Dovud, Ibn Majah. Yana ayrim kishilar mana shu kitoblarning orasiga Imom Malikning Muvattosini qo'shishadi, Imom Ahmadning Musnadini ham qo'shishadi. Imom Buxoriy o'zining mana shu kitobini, Jami' Sahihni ta'lif qilish haqida aytadiki, 16 yashar bola, diqqat qilib turinglar, 16 yashar bolalar, 26 yashar bolalar ham, 36 yashar kishilar ham, 46 yashar opa-dadalar ham eshitib turinglar. 16 ga kirgan bolaning himmatini qarang. Ishoq ibn Rohvoyaning huzurida edim, ilm majlisida. Shu yerda o'tirganlardan biri dedi: hadis ilmini o'rganayotgan olimlarga qarab turib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, sunnatlarini o'zida jamlagan kichkina bir muxtasar bir kitob qilsanglar. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari haqida bitta bir muxtasar kitobni ta'lif qilsanglar. Hammasi sahih bo'lsin, muxtasar bo'lsin, o'rganishga oson bo'lsin. Imom Buxoriy aytadi: ana shu gapni eshitganimda shu ish qalbimga o'rnashib qoldi. Shu kitobni jamlashga kirishdim. 16 yashar paytida. Imom Buxoriy aytadi: Jami' Sahihni dedi Imom Buxoriy, 600 ming hadis ichidan chiqarib oldim. 4 mingta, 3 mingta hadis.
Yana aytadi, Jami Sahihdagi har bir hadisni yozishdan avval g'usl qildim va 2 rakat namoz o'qidim. Unga faqatgina sahih bo'lgan hadislarni kiritdim. Yana cho'zilib ketmasin deb, katta bo'lib ketmasin deb, ayrim sahih hadislarni unga yozmadim. Shu kitobni boshlagan paytimda yoshim 16 edi. Himmatni qarang. Ana kim bizga kumir, ana kim bizga ibrat. Qur'ondan keyingi eng afzal kitobning muallifi shu kitobni boshlaganda yoshi 16 da. Ana oliy himmat birodarlar. Imom Buxoriy haqidagi so'z birodarlar siz bilan bizni hech qachon malollantirmaydi. Inshaalloh bu ulug' imom hayoti haqidagi darsni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizni navbatdagisiga xush kelibsiz. Biz bu darslarimiz orqali ulug' ajdodlarimizni siyratlarini va ularni mana shu ulug'likka olib chiqqan sabablar, omillar, sirlarni bahs qilmoqchimiz. Bu ulug' ajdodlarimiz o'zlarining siyratlari bilan bizga nima ish qilsak, qanday yo'l tutsak, yuksaklikka yetishimizni ta'lim berishdi. Bir narsaga e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonidan keyin, zamoni saodatdan keyingi avvalgi asrlarda mana shu ulug' insonlarni adadi juda ham katta bo'ldi. Ammo keyingi davrlarga kelganda, mana oxirgi 400 yilda oladigan bo'lsak, bu ummatning ichida mana shunday bir ulug' insonlarning chiqishi ozayib ketdi. Agar bo'lsa ham barmoq bilan sanaladigan darajada oz bo'ldi. Bir paytlar ummatum Muhammadiya insoniyatning ichida peshvo ummatlardan edi. Ummatlarga, xalqlarga boshliqlik qilar edi. Lekin taassuf, oxirgi asrlarda biz insoniyat karvonini orqasida qolib ketdik. Ammo endi birodarlar, biz dinimizga qaytish kerakligini, yuksaklik va oliylikni faqatgina Allohning manhajini ushlasakkina shu narsaga erishishimizni angladik. O'zimizga ulug' ajdodlarimizni ibrat namuna qilib olishimiz lozimligini bilib boryapmiz. Bu darslarimiz ana shu ulug' ajdodlarimizning hayotlarini va ularni yuksaklikka olib chiqqan sirlar va sabablarini o'rganishimizga yordam beradi. O'tgan darsimizda hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik. Bugun davom etkazgan bo'lamiz. Alloh azza va jallaning kitobidan keyin bandalarning qo'li bilan yozilgan eng afzal kitob bu Jami' Sahih, Sahih Buxoriy. Imom Buxoriyning eng ulug' kitobi. Biz ulug'likka olib boradigan sabablarni zikr qilganimizda, umrini avvalida inson o'ziga ilmni jamlashligi, mana shu ulug'likka olib boradigan sabablarni o'zida jamlashi kerakligini aytib o'tdik. Undan keyin esa ana shu ulug'likni keyingi siri shu o'zi olgan narsasini xalqqa, ummatga tarqatishligi kerak. Ayrim holatlarda ko'ramiz, ayrim talab ilmlar yillar davomida o'qiydi-da, o'qib bo'lganidan keyin shu olgan narsasini, to'plagan narsasini ummatga, xalqqa bermayotganligini, balki faqat o'zi bilan ovora bo'lib qolayotganligiga guvoh bo'lamiz. Ayrim holatlarda. Albatta bu achinarli hol birodarlar. Albatta bu ahli ilm uchun bu komil bo'lmagan surat. Birodarlar, o'rgandikmi? Endi xalqqa berishligimiz kerak. Agar biz yillab o'qiganimiz bozorga olib borib shu yerga to'xtatgan bo'lsa, o'qimasdan turib bozorga borib ishlasa ham bo'laverardi. Bir hunar, tirikchilik bilan ovora bo'lib ketgan bo'lsak, bu tirikchilik bilan o'qimasdan mashg'ul bo'lib ketsa ham bo'lar edi. Demak, ulug'likning sirlaridan bittasi kishi hayotini avvalida o'ziga ilmni jamlashligi va jamlab o'tgandan keyin bir 30 yoshni ustini oling, u yog'i endi berishlik kerak. Berishlik kerak. Imom Buxoriy o'zining Jami' Sahihini birodarlar 600 mingta hadisning ichidan tanlab oldi. 4000 ga yaqin hadis. Endi mana shu Jami' Sahihni, Sahih Buxoriyni kitob qilib shakllantirishida Imom Buxoriy qanchalar diqqat e'tibor qilganligini va qanchalar o'ziga talabchan bo'lganligini bir ko'rib qo'ying. Imom Buxoriy o'zini mana shu kitobini jamlashida roviylarning rostgo'yligi, ishonchli ekanligiga qattiq e'tibor bergan. Ana shu mana shu roviylarni qattiq tekshirishligiga bitta misol. Imom Buxoriy falon joyda bir odam hadis rivoyat qilganligini eshitdi-da,
shu hadisini eshitlik uchun haligi odam oldiga bordi. Bir qishloqda yashaydigan odam ekan, bordi. Borsa, haligi hadis rivoyat qildi degan kishi ulovga qochib ketib, u ulovni quvalab yurgan paytda boradi. Qarab tursa, haligi odam ulovini o'ziga chaqirishlik uchun etagiga xuddi bir yem solgandek qilib etagini ko'tarib, hayvoniga ko'rsatib chaqirayotganini ko'radi. Etagida hech narsa yo'q. Endi hayvonni ol deyapti. Ulovni ol deyapti. Shunda Imom Buxoriy uni ko'rib turib, hayvoniga yolg'on ishlatgan kishi Rasulullohga ham yolg'on ishlatmaydi deb ishonmayman dedi, hadisda olmay ketdi. Ya'ni Imom Buxoriy shu darajada hadislarni rovisiga talabni qattiq qo'ygan. Imom Buxoriyning sharti. Mana shu hadis jamlashlikda Imom Buxoriyning sharti boshqa muhaddislarning shartidan farq qiladi. U kishining shartiga ko'ra, bir odam ikkinchi odamdan hadis eshitib rivoyat qilgan bo'lsa, shu ikkala odam bir-biri bilan ko'rishligi kerak. Bu Buxoriyning sharti faqat. Boshqa muhaddislar bir-birini ko'rmagan bo'lsa ham falonchi aytibdi deb turib, bir odam eshitsa ham aytavergan. Lekin Imom Buxoriy ikkalasi bir-biri bilan ko'rishgan bo'lishlik kerak degan shartni qo'ygan va qaytarib aytamiz, bu shart faqat Imom Buxoriyda edi. Mana shunday og'ir shartlar bilan, qiyin shartlar bilan yiqqan hadislarini ham o'zini Jami' sahihiga, Sahih Buxoriyga kiritayotganda 150 tadan bittasini olyapti. Yana har bitta hadisni shu kitobga kirgizishdan avval g'usl qilyapti, 2 rakat namoz o'qib turib keyin kirgizyapti. Bu qanaqa mehnat, birodarlar? 2 rakatdan o'qisa 8000 rakat namoz o'qigan bo'ladimi? Shuning uchun bu kishilar haqida gapirayotganda hurmat bajo keltirar ekanlar. Demak, Imom Buxoriy 16 yoshida Sahih Buxoriy, Jami' Sahihni yorishga kirishdi. Aytadi o'zi haqida: 16 yoshimdan boshlab boshqa kitoblarni ham yozishga kirishganman. Ulardan Qazoya sahaba va tabi'in va aqvaluhum. Yana Rasulullohning masjidida, Masjidun Nabaviyda, Rasulullohning qabrini oldida o'tirib At-Tarix kitobini yozganman deydi. Yana aytadi, tarixda ismi zikr qilingan odam borki, shu kishini orqasida bir qissa bor. Ya'ni men keltirgan hadislarda kimlar rivoyatida qatnashgan bo'lsa, mana shu roviylarning har bittasini hayotidan bir qissani bilaman deydi. Lekin u qissalarda kirgizib o'tirmadim, kitob cho'zilib ketmasligi uchun. Demak, har bitta roviy haqida bir qissani, hikoyani bilaman deydi, lekin buni aytgan emasman deydi. Muhammad ibn Abi Xotim Buxoriyga aytdi: "Siz kitoblaringizga kiritgan hamma hadisni yodlaganmisiz, yoddan bilasizmi?" Buxoriy rahmatullohi alayh: "Uni ichidagi hammasi yodimda. Nimani yozgan bo'lsam esimda. Har bitta kitobimni 3 martadan yozib chiqqanman. Ya'ni elga taqdim qilishdan avval 3 marta yozib, keyin elga chiqarganman. 600 ming hadisdan 4000 tani tanlab olishlik albatta mashaqqatli ish edi. 150 tadan bittasini tanlashlik kerak. Qaysi narsaga e'tibor berish kerak, nimalarni rivoyasini qilishlik kerak, shoshilish kerak bo'lmagan. Agar 16 yoshlarda boshlagan bo'lsa, 16 yil yozgan bu kitobini, bitta kitobini. Shuning uchun biz bu ulug'lik, bu yuksaklik, bu martaba o'z-o'zidan bo'lib qoladi deb ayta olmaymiz. Ana shu ulamolar aytadi, muvaffaqiyatni 1% ilhom Alloh tomonidan bera oladigan. Qolgan 99% bandani qattiq qilgan mehnati, jiddu jahdi, sabr toqati, qanoati, matonati. Tushunarlimi? 1% ilhom, 99% bandani mehnati. Shuning uchun birodarlar, xotirasi kuchli edi, yotladi, bo'ldi, olim bo'ldimi? Yo'q akalar. Imom Buxoriy o'zining ustida qattiq ishlagan. Imom Buxoriyning hamrohlaridan biri aytadi, bir marta u kishi bilan bir xonada tunashga to'g'ri keldi. Kechasi bilan turib shu kitobiga yozar edi. Bir narsalarni yozardi kechasi bilan turib, turardida chiroqni yoqib, qo'yib, yozib yotar edi. Yana ozgina turib, yoqib, yozib 18 marta turdi bir kechada deydi. Ana mehnat, ana mashaqqat, ana matonat. Muhammad ibn Xotim aytadi, bir kechada 15 martadan 20 martagacha o'rnidan turib, chiroq yoqqaniga men guvohman deydi. Imom Buxoriy o'zini hadislarni jamlash haqida shunday deydi. Men boshqalarga o'xshab hadis yozmaganman. Agar bir kishidan hadis yozgan bo'lsam,
imkon bo'lsa shu kishini ismini, kunyasini, nisbatini, hadisni tushunishini, bu hadisni kimdan o'rganganligini so'raganman. Agar u kishi hadisni o'zi aytayotgan kishini o'zidan to'g'ri eshitmagan bo'lsa, uni hadisini olgan emasman. Aytdiki, ikkalasi bir-biri bilan ko'rishib, bir-biri bilan gaplashgan bo'lishligi kerak. Va bu shart faqat Buxoriyda. Ammo boshqalar esa bunday tafsilotlarni menga o'xshab surishtirmay, roviydan to'g'ri o'zi eshitmagan bo'lsa ham olishavergan. Abbos ad-Duriy aytadi: Muhammad ibn Ismoil kabi hadisni diqqat bilan talab qiladigan boshqa kishini ko'rmaganman. Uning aslini ham, farini ham so'rab aniqlar edi. Xuddi bir toshtayni kavlagandek titkilab, ikir-chikirgacha so'rab, keyin yozar edi. Shuning uchun birodarlar, Imom Buxoriy yosh bo'lib turib, 10 minglagan hadislarni yoddan adashmasdan bilganligini xabar atrofga yayilgandan keyin u kishini shon shuhrati atrof ofoqqa yoyildi. Imom Buxoriy Basraga hadis o'rgangani keldi. 16-17 yoshar bola. Buxoriyni kelibdi deb turib, odamlar to'planib, qarang, Basradan ilm o'rganaman deb kelgan odamga Basra ahli yig'ilib kelar edi. Falon masjidga kelibdi desa, odamlar yig'ilib guvlab borishardi. Minglagan odam o'tirib Imom Buxoriydan hadis eshitar edi. Bu narsani xohlamasa ham o'rab olib, o'tkazishib olib bizga hadis aytib bering der edi. Demak, u zamonda odamlari ilmga shunday bir chanqoq bo'lgan, ilmga berilgan bo'lgan, xuddi biz hozir internetga berilgan bo'lgandaqa. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ular nimaga berilgan? Kumirlar ham o'shunga yarasha bo'lgan. Biz nimaga berilyapmiz? Bizning kumirlarimiz ham o'shunga yarasha. Minglagan adatdagi odamlar bu paytda hali Imom Buxoriy yosh yigitcha, shunday bo'lsa ham odamlar o kishini quvolab yurib, hadis aytib berishligini talab qilishar edi. Yusuf ibn Muso aytadi: Basraning jomiyasida edim. Bir kishi, "Ey qavm, Muhammad ibn Ismoil kelibdi" dedi. Hamma o'tirgan joyga qarab bordi. Borsak, bir yosh yigitcha ustunda oldi turib namoz o'qiyotgan ekan. Qarab turdik, namozini o'qib bo'lganidan keyin odamlar uni atrofini o'rab olishdi. Bizga hadis aytib bering deb atrofida to'planishdi. Ertasi kuni yana minglagan kishilar atrofida o'tiribdi. Imom Buxoriy hadis aytib beradi. Endi odamlar ko'p, minglagan odam. Orqadagilar eshitmaydi. Xuddi namozdagi takbirni aytgandaqa Imom Buxoriy aytsa, o'rnidan turgan yana bitta qaytaradi. Undan keyin yana qaytaradi. Shunday qilib eshitishar edi. Imom Buxoriy Basra ahliga qarab: "Ey Basra ahli, sizlar hadis aytib berishimni so'radinglar. Men sizlarga sizlarni ham shaharlaringizdan bo'lgan kishilarning hadisini aytib beraman. Ya'ni roviylari sizlarning shaharlardan bo'lgan kishilarning hadisini aytib beraman" dedi. Hali yosh bola bo'lib turib, mana shunday bir ilmga, manzilatga, hurmatga ega bo'ldi. Endi ulg'ayganda qanday bo'ldi bu manzilat? Mashhurlik u kishini quvolab yuribdi. Abu Ahmad Abdulloh ibn Adi aytadi: "Bu xabarni bir necha mashoyixlardan eshitganman. Imom Buxoriy Bag'dodga keldi. Bag'dodlik muhaddislar Imom Buxoriyning ilmini, xotirasini sinamoqchi bo'lishdi. Nima qilishdi? Ular 100 ta sahih hadisni olishdi, 10 ta odamga bo'lib berishdi. Va shunday bir yo'l qilishdiki, Buxoriyni sinashlik uchun. 100 ta sahih hadis 10 tadan bo'lib berishdi. Hali 10 ta hadisni aytadigan odam bitta hadisni rivoyatini ikkinchi hadisni rivoyati bilan almashtirib aytadigan bo'ldi. Birodalar, hadis deganda ikkita narsani tushunamiz. Hadisning matni va uni sanadi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan falonchi rivoyat qildi-da, shu falonchilarning yo'li sanadi deyiladi. Hadis aytilishlik yo'li. Endi matni deganda payg'ambarimizning tilidan chiqqani. Tushunarlimi? Demak, hadisni rivoyat qilgan yo'lini aralashtirib aytishadigan bo'ldi 10 ta odam 100 ta hadisni. Imom Buxoriy kelgandan keyin odamlar yig'ilishdi. Tayyorlangan kishilardan birinchisi turib, "Siz Rasulullohning falonchidan rivoyat qilgan hadis haqida nima deysiz?" dedi. Deb boshqa hadisni rivoyatini, sanadini keltirdi. Imom Buxoriy qarab turib, bilib turibdi bu hadisni adashtirib aytayotganini. "Bilmayman" dedi. Hali kishi qolgan tayyorlab kelgan 9 ta hadisini ham sanadini boshqa hadislarga qo'yib aralashtirib aytdi. Imom Buxoriy qolgan 9 ta savolga ham "Bilmayman" deb javob berdi. Shunda shu majlisda o'tirgan muhaddislar bir-biriga qarab boshini qimlatib qolishdi. Bu yerda nima bo'layotganligini tushunmagan odamlar Buxoriy deyshadi. 10 ta sahih hadisni bilmayman deyapti. Bu qanaqa Buxoriy deyishdi. Keyin ikkinchi odam turdi.
O'sha sanadi bilan matni aralashadigan hadisda 10 tasini so'radi. Ular ham bilmayman dedi. Keyin 3-chi odam turdi. U ham shuna qilib 10 ta hadis so'radi. 4-chi, 5-chi, 10-chi odam. Xullas 10 ta odam 100 ta hadisni matnini sanadiga almashtirib birini ikkinchisiga adashtirib aytdi. Oxirgisi savolini berib bo'lganidan keyin Imom Buxoriy birinchi bo'lib hadis aytgan kishiga qarab aytdiki, siz aytgan birinchi hadisni Buxoriy yangi sanad va yangi matn bilan rivoyat qildi. Siz aytgan sanad siz aytgan matnga tushmaydi. U sanad boshqa falonchi matnga tushadi. Dedi-da, bu o'rinda birinchi kishi aytgan birinchi hadisning matni 3-chi bo'lib turib aytgan kishining hadisini 4-chi matniga tushishini aytib berdi. Ikkinchi odam turib aytgan hadisni 9-sini matni 5-chi turib aytgan odamni 4-chi matniga tushishini aytib berdi. Tushunarlimi? Shunday qilib mana shu 100 ta hadisni hammasini matnini sanadiga to'g'rilab qo'ydi. Yana neshinchi odam qaysi hadis aytganligini ham aniq-aniq to'g'rilab turdi. Shunda majlisda bo'lgan odamlardan biri aytadi, biz u kishini sahih hadisni eslab qolishiga emas, bir marta eshitib, kim qaysi hadisni aytdi va qaysi sanadni qaysi matnga aralashtirdi, qaysi sanad qaysi matnga tushishini eslab qolgandan dahshatga tushdik dedi. Shu majlisga guvoh bo'lgan Ibn Soid bu voqeani eslasa, bu insonning oldiga birov tusha olmaydi. Akalar, bular Alloh taolo tanlab olgan bandalar. Ulamolardan biri aytgan edi-ku, Imom Buxoriyni Alloh faqat hadis ilmi uchun yaratgandek edi degan edi. Bizning ajdodlarimiz mana shunday bir ulug' buyuk insonlar bo'lgan. Biz mana shularda bir zurriyotlarimiz. Biz faqat ularda atini aytib faxrlanishlikka yaraymiz. Hech bo'lmaganda bizni ibrat, namuna, bizni kumirlarimiz mana shu insonlar bo'lishligi kerak. Shoyat bizdan chiqmasa bolalarimizdan chiqar. Bolalarimizdan chiqmasa nabiralarimizdan chiqar. Alloh subhanahu va taolo mana shu buyuk ajdodlarimizga iqtido qilib, ularning qilgan ishlarini davom ettirib, yana ummatni yuksaklikka olib chiqadigan insonlardan qilishini so'raymiz. Naqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizning navbatdagisi. Mana 2 darsdan beri hadis ilmini, Amirul Mu'minin, muhaddislarning sultoni, siz bilan bizning yurtimizning faxri, umuman inson zotining faxri bo'lgan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilayotgan edik. Kechagi darsimiz oxirida Bag'dod ahli u kishini ilmini sinashligi uchun 100 ta hadisni, matnini, sanadini birini ikkinchisiga aralashtirib, almashtirib 10 ta odam so'raganligini aytdik. Va Imom Buxoriy bularda hammasini eshitib turib, bilmayman deb to'plab turib 100 ta hadis aytib bo'lganidan keyin 10 o'rniga qo'yib berdi. Bu Imom Buxoriyni qanchalar Alloh taolo bir ulkan aql bilan, ulkan bir xotira bilan taqdirlaganligini guvohlik bo'lamiz bun bilan. Xuddi shunga o'xshagan ish, birodarlar, Samarqandda ham bo'lgan. Abdul Azhardan rivoyat qilinadi. Samarqandda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini talab qiladigan ahli hadis bo'lgan ilmli kishilardan 400 tasi 7 kun mobaynida Imom Buxoriyni sinab adashtirmoqchi bo'lishdi. 400 tasi bir hafta. Isnodi, sanadi shomliklardan bo'lgan hadislarni tanlashdi. Ularni iroqliklarning sanadiga aralashtirishdi. Yamanliklarning sanadiga 2 haram ahlining sanadini aralashtirishdi. Hammasi sahih hadis, lekin sanadlari bir-biriga aralashtirib yuborildi. Imom Buxoriy ularni birontasida adashmasdan hammasini to'g'rilab, aniq qilib aytib berdi. 400 ta olim 7 kun mobaynida u kishini sinayapti, adashtirmoqchi bo'lyapti, lekin buni iloji bo'lmayapti. Albatta bu Alloh taoloning u kishiga bergan ulkan inomi edi. Buxoroning valisi Ibn Abi Ja'far aytadi, Muhammad ibn Ismoil aytdi. Bir hadis borki, uni Basrada eshitib, Shomda yozganman. Yana bir hadiski, uni Shomda eshitib, Misrda yozganman. Men, ey Abu Abdulloh,
To'liqligichami? Hammasini yoddan bilasizmi dedim. Imom sukut qilib qo'ydi. Qanaqa savol deganida bu? Imom Buxoriy hikmat sohibi edi, nur egasi edi. U kishini ilm haqida aytgan so'ziga quloq solamiz. Muhtoj bo'linadigan narsa borki, bas u kitob va sunnatda bor. Ya'ni odam zoti ilmdan nimaga muhtoj bo'lsa, Qur'onda bor, sunnatda bor. O'zi haqida aytadi: sahihni saqimdan ajratmagunimcha, ya'ni sahih hadisni saqim, kasal hadisdan ajratmagunimcha, fiqh, ray va mantiq kitoblarini o'qimagunimcha, ko'rmagunimcha hadis aytgan o'tirmadim. Yana aytadi: dunyo zikridan bo'lgan so'zlarni ham Allohga hamd aytish bilan boshladim. Yoqub alayhissalom haqida mana Yusuf surasida o'qisak, tafsirida keladi. Yoqub alayhissalom biz tomonidan berilgan ilm egasi edi deydi Alloh taolo. Nima ilm edi u desa, bironta jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmas ekan. Bir o'ylab ko'ringlar-da, necha marta Alloh deymiz biz. Yoqub alayhissalom bironta bir jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmagandek, Imom Buxoriy nima gapini gapirsa, albatta Allohning ismi bilan boshlab, bismillah bilan boshlagan edi. Bakr ibn Munir aytadi: Abu Abdulloh Buxoriyni shunday degani eshitganman. Imom Buxoriy aytardi: Allohga yo'liqqanimda meni g'iybat qilganim uchun hisob qilmaydi deb umid qilaman. Ya'ni qiyomatda Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman. Albatta bu gapini birodarlar asli bor. Bu gapini tagi bor, sababi bor. Imom Buxoriy biron g'iybat qilmagan edi. Birodarlar, mana hadis ilmida mana jarh ta'dil degan ilm bor. Bu mana shu hadisni rivoyat qilgan kishilarni ishonchlisini ishonchsizdan ajratishligi. Tushunalingmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini odamlar rivoyat qilishgan. Sahobalar sodiq, siqo odamlar bo'lgan, rostgo'y bo'lgan. Ammo ulardan keyingi davrdagi odamlarni holini bir qarashlik kerak bo'lgan. Bunisi zaif, bunisi esarroq, bunisi ancha-muncha yolg'on gapiradi. Mana shu roviylarni kimisi ishonchli, kimisi unchalik emas ajratadigan ilm jarh va ta'dil deyiladi. Imom Buxoriy Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman degan gapiga sabab bor. Mana Bakr ibn Umar aytadi: Imom Buxoriyni jarh va ta'dildagi so'zlarga qaradim va uni taqvosini bilib oldim. Ana shu hadisni rivoyat qilgan odamlarning ichidan bittasi yolg'onchi bo'lsa, mana odam yolg'onchi deyish kerak. Endi yolg'onchi desangiz bu g'iybat. Siz aytayotgan sifat o'sha siz aytayotgan odamda bor bo'lsa va uni eshitsa siz aytganingizni xafa bo'lsa g'iybat bo'ladi. U qora dedingiz, u oq dedingiz, u semiz, u oriq dedingiz. Ya'ni bor shunda. Siz uni aytdingiz, eshitsa xafa bo'ladimi? G'iybat bo'ladi. Imom Buxoriy shu yerda boyagi ishonchsiz bo'lgan yoki bo'lmasam yolg'onchi bo'lgan odamni yolg'onchi desa, ilm shuni taqozo qilyapti. Ammo Imom Buxoriy mana shu joyda ham hatto yozayotganda ham g'iybat qilmas edi. Shuning uchun Bakr ibn Mundir aytayaptiki, mana shu jarh va ta'dilda odamlarga berayotgan bahosidagi so'zlarini qarab turib, qanchalar taqvoli ekanligini tushundim deydi. Masalan, Imom Buxoriy bir odamdan hadis olish mumkin emasligini aytmoqchi bo'lsa, kazzob, yolg'onchi demas ekan. Aytar ekanki, u munkarul hadis, ya'ni so'zi inkor qilingan deb qo'yar ekan, yoki maskutun anhu, u kishi haqida sukut qilingan deb qo'yar ekan, yoki bo'lmasam fihi roy, bu odam haqida mulohaza bor deb qo'yar ekan. Biz ham o'rgansak bo'ladi shuni. O'zini shogirdlariga ham xuddi shu narsani ta'lim berib aytardiki, men agar bir kishi haqida, bu kishi haqida mulohaza bor desam, bilingki u kishi muttaham vohin ekan deydi. G'irt yolg'onchi ekan. Omiylar. Shu g'irt yolg'onchi degan gapni hadisda tuzatishlik uchun aytish kerak. Lekin shu yerda ham nima deyapti? Bu odam haqida ozgina mulohaza bor deb qo'yar ekan. Shuning uchun Imom Buxoriy qiyomat kunida Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman der ekan. Subhanalloh. Bu albatta u kishining taqvosiga dalolat qiladigan bir holat edi. Hatto yozganida nima qilmas ekan? G'iybat qilmas ekan. Muhammad ibn Abi Hotim Imom Buxoriyga ko'p ham suhbat bo'lgan inson edi.
U aytadi, Abu Abdulloh bilan bir xonada tunab qolsak, ko'p bo'lar edi. Saharga yaqin turib namozga turar edi. Lekin bizni o'g'atib bezovta qilmas edi. Shunda nimaga meni ham o'g'atmaysiz namozga? Siz bizni yoshingiz katta bo'lsa, biz yoshroq bo'lsak desa, ha, siz yoshsiz, sizlarni uyqularda bezovta qilishni xohlamayman der edi. Axloq, muomala. Biz faqat birodarlar ilmli bo'lgangina odam haqida gapirmayapmiz. Xulq. Biz o'qiyotgan ilmimiz, o'rganayotgan ilmimiz, bizni xulqimizni, muomalamizni yaxshi qilmayotgan bo'lsa, bu ilm emas ekan. Yoki bizga bu ilm yuqmabdi. Imom Buxoriy aytadi, Nishopurga kelib, jomiyada o'tirganimda Amr ibn Zarora va Ishoq ibn Rohvayalar Nishopurning amiriga meni kelganimni xabarini yetkazishdi. Ya'ni meni kimligimni, hadis ilmidagi bilimimni yetkazishdi-da, borib shu odamdan ilm olmaysizmi deyishdi. Endi Nishopurga bir begona odam keldi, amiriga borib ilm o'rganmaysizmi shundan deyildi. U uzr aytdi. Aytdiki, men to'g'ri kelgan begona odamdan ilm olaveramanmi dedi. Har qanday zamonda hasadgo'ylar bo'lgan. Shunda ana shu Imom Buxoriyni boyagi martabasi, odamlar orasidagi hurmatini ko'rib, qalbida ozgina bir g'arazi bor odamlardan bittasi aytdiki, bizga xabar keldiki, Buxoriy o'zi namozni to'g'ri o'qiy olmasmish. Imom Buxoriyga shu so'zni yetkazishuvdi, eshitib turib kuldi. Kulib turib aytdiki, agar men haqimda shunday deyilgan bo'lsa, xohlasam, hozir shu o'rnimdan turib ketmasdan avval 10 mingta faqat namoz haqida bo'lgan hadislar beraman dedi. Namoz haqida aytilgan 10 mingta hadislar beraman shu majlisdan turmasdan, agar xohlasam dedi. Imom Buxoriy va Abu Bakr al-Buxoriy o'rtasida Sufyonning hadislari haqida munozara ketib qoldi. Abu Bakr Buxoriy ham muhaddislardan, Imom Buxoriy Muhammad ibn Ismoil ham muhaddislardan. Abu Bakr Buxoriy Sufyonning hadislarini hammasini bilaman der edi. Lekin Imom Buxoriy bilan Muhammad ibn Ismoil bilan bahs qilganida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Abu Bakr Buxoriyga u bilmagan Sufyonning hadislaridan 200 tasini aytib berdi. Shunda Abu Bakr dedi: ilmda peshqadam, basir bo'lgan bu kishiga o'xshagan insonni ko'rmaganman. Muhammad ibn Abi Xotim aytadi, Imom Buxoriyni shunday deganini eshitganman. Balxga keldim. Bas u yerlik ahli hadislar mendan nechta kishidan hadis rivoyat qilgan bo'lsam, ularning har biridan bittadan hadis aytib berishimni talab qilishdi. Ya'ni nechta roviydan hadis eshitgan bo'lsangiz, hammasidan bittadan aytib bering dedi. 1000 ta roviydan 1000 ta hadis aytib berdim dedi. Bir o'tirganda akalar 1000 ta roviydan 1000 ta hadis aytib beryapti. Biz eshitib qo'yib quloqimiz o'rganib qoldi 2 kundan beri bunaqa narsalar, fenomenal narsalarni eshitib. Deb o'ylab ko'ringlar, bir o'tirganda 50 ta hadis aytib bera olamizmi? Bu fenomen bizning zamon tili bilan aytganda. Abu Ja'far aytadi: men Muhammad ibn Salamning oldida edim. U menga aytdiki, ozgina ertaroq kelganingda 70 mingta hadisni yoddan bilgan yosh bolani ko'rsatardim dedi. 70 mingta dedi. Ha, 70 mingta dedi. Bas qidirib uni topdim. Imom Buxoriyni yosh bolaligida topdi. Unga qarab turib, siz 70 mingta hadis yodlaganmisiz dedi. Imom Buxoriy, ha, bundan ham ko'proq yodlaganman dedi. Qaysi sahoba yoki tobiindan hadisni rivoyat qilib sizga aytsam, ana shu kishini, sahobaniki, tobiinni, qachon tug'ilganini, qachon vafot etganini, qayerda yashaganini aytib beraman. Qaysi sahoba yoki tobiindan hadis aytgan bo'lsam, shu hadisimni quvvatlaydigan Qur'ondan bitta oyat bilaman yoki shu hadisni quvvatlaydigan yana bitta hadisni bilaman dedi. Ibn al-Ahrom aytadi, ashoblarimiz ularning oldiga Buxoriy kelganida shunday deyishganini eshitganman. Nishopurga Imom Buxoriy kelganida uni kutgani tuya, eshak mingan, piyoda yurgan odamlardan tashqari ot minib chiqqanlarning o'zi to'risida edi. Yosh yigitni shaharga kelayotganini eshitganda shu shaharning ahli kutgani chiqyapti, xuddi podshoni kutgani chiqqandek. Ehtimol odamlar Buxoriyni, Imom Buxoriyni taqvodor bo'lganligi uchun shunchalar yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Taqvodor bo'lgani uchun. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhisalomga aytadi. Hadisning ma'nosi:
Jabroil, men falon bandani yaxshi ko'rdim. Sen ham yaxshi ko'r. Jabroil samo ahliga aytadi: "Ey samo ahli, maloikalar. Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Men yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Samo ahli hammasi yaxshi ko'radi shu odamni. Samo ahli yer ahliga aytadi: "Ey yer ahli, Alloh, Jibril va biz falon bandani yaxshi ko'rdik. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. Siz bilmaysiz nimaga yaxshi ko'rayotganligingizni, lekin shu odamga nisbatan qalbingizda iliqlik bo'ladi. Dadangiz emas, domlangiz emas, shepingiz emas, akangiz emas, ukangiz emas, lekin nimadadir qalbingizda o'sha odamga nisbatan iliqlik bo'ladi. Bu Alloh yaxshi ko'rganligini belgisi. Taqvodorligiga bir misol. Muhammad ibn Abi Hotimdan rivoyat qilinadi. Bir kuni Imom Buxoriy o'zini hamrohlari bilan kamondan o'q otib mashq qilgani tashqariga chiqishdi. Bir ko'prikni shu ustuniga, yog'ochiga kamondan o'q otishyapti. Buxoriyda otgan o'q kelib sayildida yorib qo'ydi hali yog'ochni. Imom Buxoriy yugurib kelib sug'urdida, xafa bo'lib, noqulay ahvolga tushib qoldi. Yonidagi sherigiga qarab turib, sizga ozgina xizmatim bor dedi. Nima xizmatingiz bor? Abu Ja'farning yoniga boring. Mana bu ko'prikning egasini topib aytsin. Buxoriy ko'prigingizni bir yog'ochini yorib qo'ydi. Uni boshqa yog'ochga almashtirishga ruxsat bersin yoki pulini to'lashga ruxsat bersin. Abu Ja'far bu ko'prikning egasini topdi. Bu kishi Hamid ibn Qontor ismli kishi edi. Imom Buxoriyda elchisi kelib, Buxoriyda talabini aytganida Ibn Qontor borib Abu Abdullohga salom ayting. Keyin bu mushkuladan ozod ekanligini ayting. Keyin yana ayting. Meni moli dunyoyim hammasi u uchun fido dedi. Imom Buxoriyga bu xabar kelganida xursand bo'lganidan yuzlari yorishib ketdi-da 300 dirham pulni sadaqa qilib yubordi. Imom Buxoriyning shaxsiyati. Imom Buxoriy bilan deydi u kishining do'stlaridan biri bir bog'ga ziyofatga bordik. Bog'ning egasi o'zini bog'ida qattiq mehnat qilgan, juda ham chiroyli ko'rinishga keltirgan, o'tiradigan joylar tayyorlagan, suvlar oqizib qo'ygan. Buxoriy kelganidan keyin haligi bog'ning egasi faxrlanib: "Ey Abu Abdulloh, bog'im haqida nima deysiz?" dedi. Imom Buxoriy: "Bu shu dunyo hayotining ziynati" deb qo'ydi. Ammo Allohning huzuridagi narsa yaxshiroq va boqiyroq dedi. Imom Buxoriyning mana shunday martabaga yetishiga sabab bo'lgan inson otasi. Ilmli odam edi. Ilmlilarni hurmat qilar edi. Ilmlilarning duosini olgan edi. Ulug' zamonasidagi ulug' insonlarning suhbatida bo'lgan edi va halol luqma yegizgan edi. Imom Buxoriyning otasi, mana o'tgan darsda aytdik, vafot qilishidan oldin aytgan edi: "Bori moli dunyoyimdan na harom yo'l bilan, na shubhali, nopok yo'l bilan topilgan bir dirhamni ham bilmayman." Ya'ni harom shubha yo'q degan edi. Shu gapini Imom Buxoriy yetkazishdi. Otangiz vafotidan avval manaqa dedi. Imom Buxoriy eshitib turib, kishi o'limi oldida rost gapiruvchi bo'ladi dedi. Husayn ibn Muhammad Samarqandiy aytadi: Imom Buxoriyda ko'p yaxshi xislatlar bor edi, yana ularga yana 3 ta qo'shimchasi bor edi. Birinchisi oz gapirar edi. Ikkinchisi odamlarni qo'lidagi narsadan ta'ma qilmas edi. Uchinchisi odamlar bilan ovora bo'lmas edi. Ishi yo'q odamlar bilan. Imom Buxoriyning tirichligi nima bilan edi? Inshaalloh buni ertaga Alloh nasib qilsa gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizning navbatdagisi. Mana bir necha darsdan beri Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi hayotini o'qib o'rgandik. Bugun davom etkazgan bo'lamiz. Imom Buxoriyning tirichligi nima bilan edi? Imom Buxoriy tijorat bilan shug'ullanadi. Bu kishining tijorati albatta halollik, pokizalik ustiga qurilgan edi. Savdosida halol inson bo'lgan edi. Kunlarning birida u kishiga o'zining o'g'lidan bir mol keldi. Savdogarlar ana shu molni sotib olishi uchun 5000 dirham foyda taklif qilishdi. Ya'ni shu molga 5000 dirham foyda beramiz. Albatta bularda bu bergan foydasi oz edi. Imom ertaga kelinglar, bir o'ylanib ko'rarman dedilar. Ertasi kuni
Birinchi kun kelgan savdogarlar kelmay, kecha kelgan savdogarlar kelmasdan boshqalari keldida 10 ming dirham foyda beramiz deydi. Imom Buxoriy men bu molni kecha kelgan savdogarlarga 5 ming dirhamga sotaman deb niyat qilib qo'ygandim dedi. Va sotmadi. Va'da bergani yo'q, ittifoq qilgani yo'q, baraka qilib qo'l qoqqani yo'q, faqat niyat qilib qo'ydi. Endi bizning zamonamizdagi savdogarlarda ayrimlarga bir taqqoslab ko'ringlarki, ayrimlariga baraka qilib qo'l qoqqaningdan keyin agar ozgina qimmatroq bir klient chiqib qolsa nima qiladi? Dadam unamay qo'ydi. Qo'y dedi uydagilar. Qarang, bu kishi aytgani yo'q, hech kimga qo'l qoqqani yo'q. Nima qilyapti? Niyat qilib qo'yganiga bergisi kelmay qoldi. O'rganaylik birodarlar, o'rganaylik. Bugungi darsimiz asosan Imom Buxoriy haqida, u kishining zamondoshlari, u kishini bilgan kishilar qanday baho bergan u kishiga. Asosan darsimiz mana shu haqida bo'ladi. Abu Ishoq Sarmoriy aytadi: kim haqiqiy faqihni ko'rmoqchi bo'lsa, Muhammad ibn Ismoilga qarasin. Yahyo ibn Ja'far aytadi: agar Muhammad ibn Ismoilning umrini o'zimning umrim hisobidan uzaytirishlikning iloji bo'lganida albatta uzaytirar edim. Chunki meni o'limim bitta odamning o'limi bo'ladi. Ammo Imom Buxoriyning o'limi esa ilmni ketishi bo'ladi degan edi. Ya'ni shu darajada qadrlarni, shu darajada yaxshi ko'rardi ahli ilmlarning mana muxlislari o'zini umridan bo'lib bo'lsa ham uzaytirmoqchi. Lekin birodarlar, umr uzaymaydi, qisqarmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan umrni ko'ramiz, faqat u barakali bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Naim ibn Hammod aytadi: Muhammad ibn Ismoilmi? U ummatning faqihi. Musab az-Zuhri aytadi: Muhammad ibn Ismoil oramizda faqih va hadisdagi eng bilimdonimiz edi. Ishoq ibn Rahoya: bu yigitdan hadisni yozib olinglar. Agar u Hasan Basri zamonida bo'lganda ham odamlar unga muhtoj bo'lishgan bo'lar edi. Hadisni bilimdoni bo'lganligi uchun birodarlar. Bu Hasan Basri kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida tarbiya topgan, tobiinlarning eng ulug'laridan bo'lgan kishi zamoni bo'lganida ham Imom Buxoriydagi hadislarga odamlar baribir muhtoj bo'lgan bo'lar edi. Ali ibn Hajar aytadi: Xuroson o'zini yeridan 3 kishini chiqardi. Ya'ni bir mashhur 3 ta odami bor Xurosonda. Abu Zur'a, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va Abdurrahmon Dorimiy. Men uchun Muhammad ibn Ismoil ularning bilimlirog'i va faqihrog'i. Ibrohim ibn Xolid al-Maruzi aytadi: Abu Ammor al-Husayn Buxoriyni maqtab, unga o'xshagan insonni ko'rgan emasman. U faqatgina Rasulullohning hadisi uchun yaralgandek edi. Aytdik avvalgi darslarimizda. Alloh taolo u kishini faqat shu ilm uchun yaratgandek edi. Abu Toyib Xotib ibn Mansur aytadi: Muhammad ibn Ismoil o'zining ilmida, o'zining basirligida Allohning oyatlaridan bir oyat, ya'ni mo'jiza. Muhammad ibn Ismoil Allohning mo'jizasi deb aytayapti. Aytayapmiz-ku, 100 minglagan hadisi yod bilgan, 600 ming hadisi yod bilgan. 400 ta olim Samarqandda 7 kun u kishini adashtirishligi uchun hadislarning sanadini mataga aralashtirib aytdi, bittasida adashgani yo'q. 100 ta hadisni Bag'dod ahli sanadini, matnini aralashtirib, buzib aytishdi, Imom Buxoriy hammasini aniq-aniq qilib aytib berdi. Haqiqatan u kishi Alloh taoloning mo'jizasi edi, birodarlar. Xotim ibn Malik aytadi: Makka ulamolar aytishar edi: Muhammad ibn Ismoil u bizning imomimiz, faqihimiz va Xurosonning faqihi. Bu Makka olimlaridan aytgan gapi. Keyingi so'zga bir alohida e'tibor beramiz. Sulaym ibn Mujohid aytadi: agar Vakiya, Ibn Uyayna va Ibn Muboraklar tirik bo'lishganida, bular kimlar? Tobiinlarning eng ulug' olimlari. Vakiya bu Imom Shofiyning ustozi. Ibn Uyayna ana shu zamondagi eng ulug' olimlardan. Abdulloh ibn Muborakning hayotini mana o'qidik, eshitdinglar birodarlar. Agar Vakiya, Ibn Uyayna va Ibn Muboraklar tirik bo'lishganida, ular Muhammad ibn Ismoilga muhtoj bo'lishgan bo'lar edi. Ya'ni Imom Buxoriyda to'plangan hadislar bularda yo'q edi.
Ya'ni bular ham olim bo'lgan, hadis ilmidan xabardor bo'lgan, lekin Imomi Buxoriychalik katta hadislarda to'plamiga, katta ilmga ega bo'lishgan emas, hadis bobida. Qutayb ibn Said aytadi, agar Muhammad ibn Ismoil sahobalarning orasida yashaganida ham shularning orasida ham mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Chunki birodarlar, sahobalar ham hattoki Imom Buxoriychalik hadisni ko'p bilishgan emas. Albatta ular Rasulullohga yaqinligi bilan, u zotga zamondosh bo'lganligi bilan, hamsuhbat bo'lgani bilan, birga jihodlarga chiqqanligi bilan hamma insonlardan afzal, shubhasiz. Lekin ular ham hadisni Imom Buxoriy bilganchalik ko'p bilishgan emas. Demak, sahobalarning ichida bo'lganida ham Imom Buxoriy mo'jiza bo'lgan bo'lar edi. Guvohliklarning eng ulug'i birodarlar, u kishini maqomiga, martabasiga berilgan eng ulug' baho bu Imom Ahmad ibn Hanbalning guvohligi. Hanbaliy mazhabining imomi Imom Ahmad. U kishi aytadi, Xurosondan Muhammad ibn Ismoilga o'xshagan boshqa inson kelgan emas. Hadis ilmining olimlaridan bo'lgan Abu Abdulloh Hokim aytadi, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hadis ahlining imomi. Bu guvohlik berayotgan odamlarda hammasi olim, o'zini zamonasidagi ko'zga ko'ringan ahli ilm bo'lgan odamlar. Ibn Huzayma aytadi, mana bu ulug' muhaddislardan bu kishi ham, bu samo ostida Muhammad ibn Ismoildan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini bilimdonrog'i va hofizrog'i bo'lgan boshqa kishini ko'rgan emasman. Sihoh sitta 6 ta sahih kitob, payg'ambarimizning hadislarini jamlagan sahih 6 ta kitob. Sanaymiz. Buxoriy, Muslim, Termiziy, Nasoiy, Abu Dovud, Ibn Majah. Xo'p, mana shu Sihoh sittani birinchi o'rinda Imom Buxoriyning Jami' sahihi, Sahih Buxoriysi turadi. Ikkinchi o'rinda Imom Muslimniki turadi. Shu Imom Muslim Imom Buxoriyda ko'rganda nima degan? Sihoh sittaning ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimning sohibi Imom Muslim Imom Buxoriyning yoniga kelganida diqqat qilinglar. Ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sayyidi, hadislarning tabibi, oyoqlaringizni o'pishga ruxsat bering deganida. Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Sihoh sittani ikkinchisi bo'lgan Sahih Muslimni sohibi Imom Muslim. Qarangda, qanaqa xolis bo'lgan va qanaqa kibri bo'lmagan va o'zidan ilmli bo'lgan odamni qadrlashga ular uyalmagan, qadrlashlikni sharaf deb bilgan. Bu bizdan ilmli odam deb qo'ysa o'zi katta gap. Nima deyapti? Oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering deyapti. Mana shular haqiqiy ilm egalari. Chunki akalar, haqiqiy ilm sof ilm bo'lsa, u ixlos bilan o'rganilgan bo'lsa, xolis o'rganilgan bo'lsa, insonni kibrini sindiradi. Bir va haqiqiy ilm ixlos bilan Alloh uchun o'qilgan bo'lsa, biror bir siyosiy maqsadlarni ko'zlab o'qilmagan bo'lsa, musulmonlarning boshini birlashtiradi, bo'lmaydi. Ilm o'qib turib biz ajralayotgan bo'lsak musulmonlardan, ilm o'qib turib ularga nisbatan kibrli bo'lib ketayotgan bo'lsak, ilm o'qib turib avvalgi qadrdonlarimizni bir pulga olmaydigan bo'lib ketayotgan bo'lsak, bilingki bizga o'rgatilayotgan ilm bu ilm emas. Agar ilm o'rgatilayotgan bo'lsa, o'rgatayotgan odam ixlosni o'rgatmayapti ekan bizga. Biz nima deyapmiz ukalarga? Luboy domlarni hurmat qilinglar deyapmiz. To'g'rimi? Qiroati chiroylimi, ovozi xuniymi, yaxshi bilmaydimi? Domlami? Namozga o'tib beryapti, nikoh janozaga yaryaptimi? Hurmatini qilib qo'yaveraylik. Tushuninglar jon akalar. Umi u fosiq, umi u kofir. Qo'rqmaydi-ya. Tilimizga hushyor bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi bor. Agar bir musulmon ikkinchi musulmon birodariga "Ey kofir" desa, va bihi ahduhuma, shulardan bittasi bilan ketadi kofirlik degan sifat. Agar shu odam kofir bo'lsa, kofirligiga bo'ldi, yopishtirishsiz. Lekin kofir bo'lmasa uni kofir degancha o'zing kofir bo'lasan. Senga kerakmi shu narsa? Oyog'ingizni o'pishligimga ruxsat bering. Ey ustozlarning ustozi, hadislarning tabibi Imom Muslimning Imom Buxoriy aytgan so'z ekan bu. Agar kibrimizni sindirmayotgan bo'lsa, agar bizni boshqalarga nisbatan ulfat qilib, bizni ham boshqalarga ulfat qilmayotgan bo'lsa bu ilm emas ekan, yoki ilm bo'lsa bizda ixlos yo'q ekan hali. Said ibn Ja'far aytadi, Basralik ulamolar
salohiyatda va ilmda Muhammad ibn Ismoilga o'xshagan bir kishini ko'rmaganmiz deyotganini eshitdim. Mana Imom Buxoriyga o'zini zamondoshlari, tobiin va taba tobiinlar zamonida yashayotgan odamlar shunday ulug' baho berishgan. Imom Buxoriyning fiqhiy mazhablari haqida ahli ilm turlicha gaplarni aytgan. Tojiddin Subki o'zining Tabaqotus Shofiya kitobida, Siddiq Hasanxon o'zining Abjadul Ulum kitobida, Ibn Hajar o'zining Fathul Bori kitobida Imom Buxoriyni Shofiy mazhabida bo'lganlarini aytganlar. Bu ishonchli manbalar. Ibn Qayyum Javziy o'zining Elomul Muwaqqiin kitobida, Ibn Abu Ya'la o'zining Tabaqatul Hanabila kitobida Imom Buxoriyni Hanbali mazhabida bo'lgan deyishgan. Yo Shofiy yo Hanbali deyilyapti. Shayx Tohir Jazoiriy, Shayx Muhammad Zakariya Kandehlaviy va boshqalar esa Imom Buxoriy o'zlari mushtahid faqih bo'lganlar deydilar. Ya'ni u kishiga mazhab kerak bo'lmagan, chunki o'zi mushtahid bo'lgan. Ha, mazhab ushlash farz emas. Kimga? Mushtahid bo'lgan faqihga. Biz mushtahidmizmi, faqihmizmi? Mana shu gapni Imom Buxoriy o'zi mushtahid faqih bo'lgan degan gapni ko'pchilik ulamolar qo'llab-quvvatlagan. Bizga tegishli joyi yo Shofiy bo'lgan, yo Hanbali bo'lgan, yoki o'zi mushtahid bo'lgani uchun mazhab ushlamagan. Endi Imom Buxoriydagi ilm bizda bo'lmasa, mazhab ushlamasa, unda nima bo'ladi holimiz? Mana shuncha ilm, mana shuncha martabaga yana u kishini saxovatini va bag'ri kengligini qo'shib qo'ying. Imom Buxoriyning sohibi Abu Hotim aytadi, Imom Buxoriyning ijaraga bergan yeri bor edi. Yiliga 700 dirham ijara berar edi olgan odam. Ana shu ijaraga ishlatgan dehqon ishlatib 1 yil hosilini yig'ib bo'lib, ijara haqini ko'tarib olib kelardi-da, Imom Buxoriyning qo'liga berardi 700 dirhamni. Va o'zi bilan shu ekkan ekinidan bitta ikkita bir badring ko'tarib kelar ekan. Imom Buxoriy badring yaxshi ko'rgan ekan. Imom Buxoriyga 2 dona shu bodringni hadiya qilganligiga imom 100 dirhamini qaytarib berar edi. Endi qolgan 600 dirhamini nima qilardi? 100 dirhamini oilasiga sarflar edi, 500 dirhamini tolibi ilmlarga sarflar edi. Kitoblar sotib olar edi, ulamolarga va faqir toliblarga infoq qilar edi. Agar bundan tashqari o'zida bir ortiqcha pul to'planib qoladigan bo'lsa, tolibi ilmlarga sarf qilar edi, xususan kambag'al bo'lgan, hadis o'rganayotgan toliblarga, hatto infoq qilayotganida ham hadisga sarflar ekan pulini ko'ring. Hatto sadaqasida ham u kishi tolib ilmlarni g'amini qilar edi. Abu Hotim aytadi, u kishining hamrohi ilmga pulini sarf qiladigan kishi bilan ilmdan pul yig'ib oladigan kishining orasida naqadar katta farq bor. Ilmga pulini sarflaydigan kishi bilan ilmdan pul yig'ib oladigan odamni orasida naqadar katta farq bor. Shu gapimni Imom Buxoriyga aytsam, u menga Allohning huzuridagi narsa yaxshiroq va boqiyroq deb qo'yar edi. Bu kishi ilmini ham tarqatyapti va pulini shu ilmga sarflayapti. Abdulloh ibn Muhammad As-Sorifi aytadi, Abu Abdulloh Buxoriyning uyida edim. Buxoriyning oldidan bir joriya o'tib qoldi. Imomning qo'lida siyohdon bor. O'tib ketayotib, haligi joriya imomga tegib ketdi. Qo'lidagi siyohdon tushib, sinib ketdi. Shunda imom g'azablanib, "Ha, yurgani boshqa yer yo'qmi?" dedi. Haligi joriya ham gap qaytarib, "Ha, boshqa yo'l yo'q bo'lsa nima qilay?" dedi. Shunda imom g'azablanib shunday qo'lini ko'tardi-yu, bu cho'risi edi. Qo'lini tushirdi. Achchig'ini yengdi, o'zini tutib qoldi, keyin ozodsan ketaver dedi. Shunda imomga qarab, "Sizni g'azablantirib turgan bo'lsa, ozod qo'yasizmi?" dedi. Imom aytdi, "Agar u meni g'azablantirgan bo'lsa, men uni ozod qilib, o'zimni rozi qilib oldim" dedi. Agar kishini g'azabi mana shunday bir xayrli ishga olib boradigan bo'lsa, bu zo'r g'azab ekan-a. Inshaalloh keyingi darsimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ketgan aziyatlar, u kishiga hasadgo'ylar, tuhmatchilar qanday hiylalar qilgan va u kishining vafoti qanday bo'lgan. Mana shu haqida suhbat qilib yakun yasagan bo'lamiz.
aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo deb nomlanadigan darsimizni bugun navbatdagisi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi hayotini o'qiyotgan edik. Bugun yakuniy darsimiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiga har qanday ne'mat egasiga hasad qilinganidek hasad qilingan. Ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ilmi bormi, dunyosi bormi, quvvati bormi, nimasi bor? Ne'mat bormi? Unga albatta hasadgo'ylar bo'ladi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham bundan mustasno bo'lmadi. Imom Buxoriyning obro'yiga, olimlar va umuman odamlar orasidagi shuhratiga ayrim ahli ilm kishilar hasad qilishdi. Shuning uchun hasad qilganligidan u kishini sha'niga to'g'ri kelmaydigan har xil shubhalarni tarqatishdi. Go'yoki u kishini aqidasi ahli sunnani aqidasiga xilof emish. Bu davrlar birodarlar xalqul Qur'on fitnasi tarqagan davrlar edi. Abu Ahmad ibn Adi aytadi, menga mashoyixlardan bir jamoa aytib berdi. Imom Buxoriy Nishopurga kelganida uning atrofida juda ko'p odamlar jamlandi. Uni bu holatini ko'rib ayrim kishilar hasad qilishdi. Subhanalloh. Ilm ahli bo'lib turib, diniy bilimlar egasi bo'lib turib, boshqa bir ahli ilmga hasad qilishlik, shu hasad qilayotgan kishining qalbida Allohga bo'lgan muhabbat birinchi o'rinda emas, balki dunyo muhabbati birinchi o'ringa chiqib qolganligiga belgi bo'ladi. Ya'ni bir ilmli odam atrofida odam ko'paysa, shogirdlari ko'paysa, hurmati ziyoda bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rib turib o'zini orqada qolayotgandek his qiladida hasad qiladi. Ana shu hasadgo'y kishilar Imom Buxoriyning so'zlarini diqqat bilan kuzatishni boshlashdi. Ya'ni birorta bir adashsa, birorta qoqilsa, shu gapidan u kishiga bir ayb topish olgan bo'lsa. Ya'ni ana shu gaplardan bittasini ushlashib olib, to'g'ri gapini noto'g'ri talqin qilib, noto'g'ri tafsir qilib odamlar orasida tarqatishadigan bo'ldi. Imom Buxoriy ana shu majlislardan birida aytganida, bizning Qur'onni talaffuz qilishimiz, bizning fe'limiz, so'zlarimiz maxluq degan edi. Bu ahli sunna va jamoat aqidasi. Imom Ahmad ham shunday degan, Imom Abu Hanifa ham shunday degan. Qur'on Allohning kalomi. Lekin biz maxluqlar, odamlar Qur'onni talaffuz qilganimizda, demak, maxluq bo'lgan til, tish, lab bilan, havo bilan gapiryapmiz. Yozganimizda maxluq bo'lgan siyoh qog'oz qalam bilan yozyapmiz. Bizni aralashgan joyimiz maxluq. Yozishimiz maxluq, talaffuz qilishimiz maxluq, lekin Qur'on Allohning kalomi. Ammo boyagi fitnachilar Buxoriy Qur'onni maxluq dedi degan gap tarqatishdi. Imom Buxoriyning majlislarining birida bir kishi o'rnidan turib, "Ey Abu Abdulloh, Qur'onni talaffuz qilayotgan paytimda meni tilimdan chiqqan so'z maxluqmi yoki maxluq emasmi?" dedi. Imom Buxoriy javob bermadi. Bu odamning gapiga parvo qilmadi. U odam yana takrorladi. Qur'onni biz talaffuz qilishimiz maxluqmi yoki maxluq emasmi? Imom Buxoriy bunaqa masalalarga kirishlikni yoqtirmas edi. Shuning uchun yana indamay qo'yaverdi. Haliga odam 3-marta takrorlab gapini turib olganida Imom Buxoriy aytdi, Qur'on Allohning kalomi, maxluq emas. Ammo bandalarning fe'llari, ishlari maxluq. Odamlarni mana shunga o'xshagan savol bilan imtihon qilishlik esa bid'at deb javob berdi. Deganda boya kishini qaranglar, Qur'onni maxluq deyapti deb ovozini ko'tardi. Imom bunday degani yo'q. Odamlar orasida g'ala-g'ovul ko'payib ketdi. Ayrim odamlar tushunmaganlar kelib, "Ey imom, bu so'zingizdan qayting" deydi. Imom qaytmayman dedi. Menga dalil keltiringlar bu gapimni noto'g'riligiga dedi. Ya'ni inja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu. Alloh taolo Hujurat surasida aytadi, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar. Haligi odamlar eshitib-eshitmasdan bu maxluq dedi desa, kelib bu gapingizdan qayting deyapti. Shunaqa dedingizmi? Nima dedingiz? Bir eshitaylik degan gap yo'q. Biz ham shunaqa bo'lib qo'yganmiz birodarlar. Palonchi manaqa debdi desa, bo'ldi, haqiqatga olaveramiz. Agar bizga xabar olib kelgan odamning xabarini borib o'sha odamdan, boyagi ismi aytilgan odamdan so'rasak, o'rtada gap tashlayotgan odammi kimligi fosh bo'lib qoladi.
Ha, shunaqa bo'ptimi? Qara. Ya'ni uni xuddi biz o'zimiz eshitganda ikkinchi odamga yetkazamiz. Palonchi mana dedi. Debdi ham emas. Nima deymiz biz? Palonchi manaqa dedi deymiz. Eshitdingmi sen? Yo'q. Xullas, bu masalada Imom Buxoriy o'ta bir daqiqada bizni fe'llarimiz, harakatlarimiz maxluq degan edi. Chunki Alloh taolo vallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh taolo sizlarni ham, sizlarni qilayotgan narsalaringizda, sizlarni qilayotgan ishingizda ham yaratuvchisi degan edi. Alloh yaratadi bizni, fe'limizni ham, o'zimizni ham. Rubai Huzayfa roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh har bir yasovchini va uning yasaydigan narsasini yaratadi. Imom Azam o'zining Fiqhul Akbarida aytadi, uni Qur'onni o'qishimiz maxluq, yozishimiz maxluq, Qur'on o'zi maxluq emas. Demak, Imom Buxoriyda aytgan gapi ahli sunna ulamolarning hammasini aytgan gap bilan bir xil bo'ldi. Ammo o'rtadagi fitna chiqarmoqchi bo'lganlar o'zlari xohlaganda ta'vil qilishdi, tafsir qilishdi, Imom Buxoriyga tuhmat qilishdi. Imom Buxoriy aytdi, Qur'on Allohning kalomi, u maxluq emas. Kim Qur'onni maxluq desa kofir bo'ladi dedi. Ahmad ibn Salam aytadi, Imom Buxoriyning yoniga kirib dedim, ey Abu Abdulloh, Xurosondan bir kishi bu yerga kelib Nishopurga. Odamlar orasida ma'qul bo'lib olib, odamlar orasiga kirib olib, siz haqingizda noma'qul gaplarni ko'paytirib yuribdi, nima qilamiz dedi. Ya'ni bu kishini sha'niga shu tuhmatni qilayotgan, fitnani qo'ziyotganlar atay shu yerga kelgan. Atay kelgan fitna qo'zigani. Niyati shunaqa bo'lgan. Imom Buxoriy soqolini ushlab o'yga to'lib qoldida, keyin aytdi: "Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad." Qur'ondagi oyat. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turguchidir. Keyin aytdi: "Parvardigorim, men Nishopurda qolishni istamasligimni bilasan. Na obro'ni deb va na shuhratni deb. Vatanimga qaytishga ko'nglim bo'lmayapti. Mening atrofimda tarqalgan xilof sababli. Alloh boshqalarga emas, menga bergan narsaga hasad qilib, ana odamlar shunday gap tarqatib yurishibdi" dedi. Ilmiga hasad qilyapti, obro'yiga hasad qilyapti. Keyin dedi: "Ey Ahmad, meni deb tarqalgan gap so'zlardan qutulishinglar uchun ertaga men bu shahardan chiqib ketaman" dedi. Haq o'zi. Lekin shu yerda tursam fitna bo'lyapti deb shu shahardan chiqib ketishlikni o'ziga ma'qul keldi. Ertasi kuni shahardan chiqib ketdi. Shaharda tashqarisi 3 kun turdi. Ishlarini bitirib oldi, berdilarini tugatganidan keyin Nishopurni tashlab chiqib ketdi. Keyin bu fitna malomat birodarlar, u fitnachilar tomonidan, hasadgo'lar tomonidan to'xtatilgani yo'q. Chunki aytdik, ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Sizdan zo'rroq, ilmliroq odam kelib qolgandan keyin tabiiy pastga tushishingiz. Tabiiy. Endi bir inson agar xolis Alloh uchun ilm o'qib, xolis Alloh diniga xizmat qilayotgan bo'lsa, sendan zo'rrog'i keldi. Berib qo'y, o'sh qilsin. Xursand bo'l shu ummatdan sendan ko'ra ilmliroq odam chiqqaniga. Modomiki maqsading jannatga kirish bo'lsa, nima farqi bor? Rolda kim o'tiribdi? Muhimi sen o'tirgan shu arava jannatga kirib qolsa bo'ldimi? Roldamisan, orqadamisan, muhimi kirib qolsa ham bo'ldimi? Lekin ayrim kasal, maraz qalb egalari bo'lar ekan, boshqalardagi ne'matni yo'q bo'lib, o'ziga o'tib qolishini xohlar ekan. Muhammad ibn Abi Xotim kelib dedi: "Ey Abu Abdulloh, falonchi sizni kofirga chiqaryapti. Nima deysiz?" Imom Buxoriy aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Agar bir kishi o'zining birodariga ey kofir desa, ulardan biriga shu narsa yetadi." Biz ko'p aytamiz-a, falonchi posiq, falonchi kofir deb shap-shap hukm chiqarib olmanglar, juda ehtiyot bo'linglar. Chunki payg'ambarimiz aytayaptilar, kofir desang uni, agar unda kofirlik sifati bo'lmasa, iymonli odam bo'lsa, uni kofir degancha o'zing kofir bo'lasan. Senga kerakmi shu? Qiyomatda sendan o'shini kofir dedingmi, demadingmi deb Alloh so'raydimi? Menga kerakmi shu narsa? Shu savolni beringlar. Imom Buxoriyning do'stlari aytishar edi: "Falonchi sizni so'kdi, haqorat qildi." Imom Buxoriy eshitib turib: "Inna kayda shaytoni kana zoifa." Shubhasiz shaytonning makri zaif bo'lguchidir deb qo'yar edi. Yana bir oyatni o'qir edi:
Va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yomon makr hiyla esa faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Makr qilayotgan, fitna qilayotganlarning makri faqat o'zini halok qiladi. Robbimiz shunday deyapti. Subhanalloh. Bu ulug' olim, ulug' inson siz bilan bizga husumatchilar bilan qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Ya'ni bizga tuhmat qilsa, ustimizdan bo'xtonlarni yog'diradigan bo'lsa, fitnalarni uyushtirayotgan bo'lsa, bunaqa qalbi maraz odamlar bilan qanday muomalada bo'lishligi kerakligini Imom Buxoriydan o'rganishimiz kerak. Ularni Allohga tashab qo'ydi. Ularga ham Alloh bor, Imom Buxoriyga ham Alloh bor. Mana akalar, u kishini o'tganiga qancha yuz yillar o'tib ketdi. Ularda birontasi ismi bormi tarixda? Agar mabodo yozilib qolgan bo'lsa ham, Allohning la'nati bo'lsin senga deb turib, keyingi davrdagilar qarg'aydi. Ammo Imom Buxoriychi aytayapmiz, bir ma'lum bir vaqt boshini aylantirib, yolg'on ma'lumotlarni berib, tuhmatlarni qilib, narigini qora qilib ko'rsatarsiz. Atrofingizga 5-10 ta odam to'plarsiz. Lekin vaqt zo'r hakam. 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, rezultat ko'rsatib qo'yaradi. Ungacha bir toifa odamlarni shu qilib qalbi maraz odamlar buzib jamiyatdan ajratib, hatto aka-ukasiga ham qarshi qilib qo'yadi. Ehtiyot bo'laylik birodarlar. Mana kimga hasad qilinyapti? Imom Buxoriy yer yuzida odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitobning eng to'g'risini yozgan Buxoriyga ham shunday bir tuhmatlar qilishgan ekan. Abdulmajid ibn Ibrohim Imom Buxoriyning yoniga kelib, sizga zulm qilayotgan, sizga bo'xton qilayotganlarni nimaga duoibat qilib olmaysiz dedi. Mana shu o'rinda Imom Buxoriyga zulm qilinyapti. Bu kishi mazlum. Bu mazlum bo'lib ham to'g'ri mazlum emas. Ummatning eng bilimdon muhaddisi, hadis ilmining sultoni. Agar mazlum kofir bo'lib turib duo qilsa, unga zulm qilganlarga Alloh ijobat qiladi, hatto kofirnikini, agar mazlum bo'lsa. Imom Buxoriy nima dedi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Hovuz oldida, Kavsar hovuz oldida menga yo'liqquningizga qadar sabr qilinglar. Men sabr qilaman dedi. Yana aytardilar Imom Buxoriy, payg'ambarimiz aytganlar, kim unga zulm qilganni duoibat qilsa, albatta g'olib bo'ladi. Ya'ni mazlum duo qilsa, Alloh albatta narigini xor qiladi. Bu g'olib bo'ladi. Ammo sabr qilmagani uchun qiyomatda shu sabrga oladigan ajrdan mahrum bo'ladi. Biz qo'limiz shoshilib ketib qoladi, bo'yningiz uzilsin, bo'yning tangda qolsin, o'ligingda o'tirgin, manaqa bo'lgin, o'ligingga buyursin, darrov. O'sha sizga zulm qilgan paytda sabr qila olsangiz, qiyomatga qo'yib qo'ysangiz, uni ajri innama yuvaffas sabiruna ajrahum big'ayri hisob. Zero albatta Alloh sabirlarning ajrini behisob qilib berar qiyomat kunida. Imom Ahmad ibn Hanbal aytgan: "Ma sabara man da'a ala zolimi." Zolimini duoibat qilgan odam sabr bo'la olmabdi. Unga zulm qilgan kishini duoibat qilgan odam qarg'agan, demak sabr qila olmabdi. Ahmad ibn Mansur Shayroziy rivoyat qiladi. Ba'zi ashoblarimizning shunday deganini eshitganman. Bizning shaharimizga Imom Buxoriy kelganida Buxoroga. Uni kutgani faqatgina olimlar emas, butun shahar ahli chiqdi. U zotni kelishini muborakbod etib, odamlar uning ustiga dinor va dirhamlarni sotishdi. Shirinliklarni sotishdi. Imom Buxoriyda kelganiga shunaqa xursand bo'lib, xalq tali dinor, dirham sochgan, shirinlar sochgan, shunday bir hurmat bilan kutib olishdi. Buxoroda bir necha kun turdi Imom Buxoriy, o'zining shaharida. Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad Imom Buxoriyni yomon ko'rar edi. Qavmni, Buxoro ahlini bu Imom Buxoriydan ehtiyot bo'linglar, Muhammad ibn Ismoildan ehtiyot bo'linglar, chunki uni aqidasi sunnatga muxolif dedi. Ammo xalq amirni, hokimning gapini qabul qilmadi. Aksincha, himoya qilishdi. Yo'q, bu odam eng ulug' olimlardan. Nima uchun yomon ko'rardi Buxoroning amiri, Imom Buxoriyni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'rganishlikka bu amirda ham qiziqish bor edi. Bir kuni Imom Buxoriy saroyga kelib, unga va mana shu amirning o'g'illariga Sahih Buxoriyni va At-Tarix kitobini alohida dars berishini talab qildi.
Imom Buxoriy amirdan kelgan elchiga qarab turib, men ilmni xor qilib, uni hukmdorlarning ishiga olib bormayman dedi. Imom Malik aytgan edi, shu Abbosiylar xalifasiga, ilm ziyorat qilinadi, ilm ziyorat qilmaydi. Shuni bilib olaylik. Ilm ziyorat qilinadi, ilm ziyorat qilmaydi. Domlaning oldiga biz boramiz, domla biz oldimizga kelmaydi. Tushunarlimi? Ta'limul mutaallim degan kitobda Imom Zarnuji ulamolar bilan qanaqa muomala qilish kerakligini yozib qo'ygan. Molollanib turganda savol bermaysan. Gapni qissa qilish kerak bo'lganda gapni cho'zmaysan. Etagidan ushamaysan. Atini aytib chaqirmaysan, qistab tura olmaysan. Chunki sendan unga hech narsa kerak emas. Sendan unga hech narsa kerak emas, ammo undan senga nimadir kerak. Agar ulamolarda mana shunday hurmat e'tiborini joyiga qo'ya olasak, ularda duosini olib ko'nglini ola olasak, baraka topamiz, ukalar. Demak, Imom Buxoriy amirni saroyga borib, unga dars berishni xohlamaganligi uchun, sen kelasan ilm o'rgangani deganligi uchun amir yomon ko'rib qolgan edi. Amir agar Buxoriy saroyga kelib dars berishni xohlamasa, unda meni bolalarimga alohida dars bersin. Bir vaqt ajratsin, u yerda faqatgina meni bolalarim o'tirsin, boshqa hech kimni kirgizmasin dedi. Lekin Imom Buxoriy buni ham qabul qilmadi. Chunonchi ilm olishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan meroslardan bittasi. Unga har qanday inson, xos va avom teng huquqqa ega. Agar amirda dars olishlik ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa mendan uyimga kelsin yoki masjidga kelsin. Agar shu taklifimga ko'nmasa, u hokim meni darslarimni to'xtatib qo'ysin dedi. Shunda odamlardan ilmni berkitgan bo'lmayman. Allohning oldiga borganda menda hujjat bo'ladi dedi. Shu gapidan keyin, shu muomalasidan keyin, mana shu dadil javobidan keyin amir g'azablandi va Allomani shahardan chiqarib yuborishning yo'lini istay boshladi. Bir guruh nopok kimsalarni topib, Imom Buxoriyning ustidan yolg'on yashiq tuhmat bo'xtonlarni tarqatishlikni buyurdi. Shunday qilib, Buxoroda kerak emas, tuhmat bo'xton gaplar ko'paydi. Imomni shunda amir Buxoroni tashlab chiqib kelishini talab qildi. Imom Buxoriy qarshilik qilib turishi mumkin edi, lekin unday qilmadi. Meni deb xalq o'rtasida ixtilof bo'lishini xohlamayman degan edi. Kelganida qanaqa bir shon shuhrat bilan kutib olishgan edi. Mana endi shahardan haydashyapti. Ibrohim ibn Ma'qal Nisfi aytadi, men imom bilan birga chiqdim. Uni yoniga kelib, kelgan kuningizdagi muomalani qarang-ku, endi ketayotganingizdagi muomalani qarang. Bu qanaqa qarama-qarshilik bo'ldi deb xafa bo'ldi. Imom Buxoriy bunga parvo qilmayman dedi. Agar dinim salomat bo'ladigan bo'lsa, odamlar ishiga parvo qilmayman. Imom Buxoriy Buxorodan chiqib ketdi, Poykandga keldi. Endi Buxoroda to'qilgan boyagi fitna, tuhmatlar u kishi Poykandga yetib kelishidan avval ham yetib kelgan edi bu yerga. U yerga keldi, Poykand ahli ham ikkiga bo'linib qoldi. Bir toifasi fitnachilar gapini qo'lladi, bir toifasi esa Imom Buxoriyni himoya qildi. Ularda bu ahvolni ko'rib turib, Poykandda qolishligini ham iloji yo'qligini tushundi. Kim sig'mayapti shaharlarga? Ayni vaqtda Samarqand ahli Buxoriyni Poykandga kelganligini va u yerdan fitna bo'layotganligini va Buxoriy bu yerda ham qolishni xohlamayotganligini tushundida Samarqandga taklif qilishdi. Muqim bo'lib istiqomat qiling biz ishimizda, mudarrislik qiling deb so'rashdi. Bunga rozilik bildirdi. Imom Buxoriy Poykanddan chiqib Samarqand yaqinidagi Hartang deb ataladigan qishloqqa keldi. U yerda o'zining qarindoshi bor edi, Abu Mansur G'olib ibn Jibril. Mana shu kishinikida turdi va mana shu joyda vafot etdi. Imom Buxoriy Samarqandga keldi. Samarqandda ham shu fitna borligini ko'rgandan keyin Robbisiga duo qildi. 63 ga yetib qolgan oqsoqol. Yer o'zini eng ulug' muhaddisi o'zini yurtiga sig'mayapti endi. Duo qildi. Parvardigorim, qanchalar keng bo'lgani bilan dunyo menga torlik qilib qoldi. Endi meni o'z rahmatingga qabul et. Shundan keyin kasal bo'lib qoldi. Shundan keyin kasal bo'ldi. Muhammad ibn Abi Xotim aytadi, Abu Mansur G'olib ibn Jibrilning so'zi,
qarindoshiniki shu qarindoshinikida turibdi Imom Buxoriy. Imom Buxoriy bizning uyimizda bir necha kun turdi, keyin qattiq kasal bo'lib qoldi. Uy ahliga qaytishga tayyorlandi. Mahsisini kiydi, sallasini o'radi, tashqariga chiqdi. Ulovini minishlik uchun yurib borar ekan, bir qo'lidan men, ikkinchi qo'ldan boshqa bir odam ushab, 20 qadamcha qadam bosgandan keyin quvvat ketib qoldi. Shu paytda meni qo'yib yuboringlar dedi. O'tirib oldi, duo qilishni boshladi. Ozgina duo qilib o'tirdi, keyin chalqancha yotib oldi. Yana duo qildi. Duo qildi. Mana shu duo qilgan holatda Alloh taologa omonatni topshirdi. O'zini yurtiga sig'may qoldi. Kim? Imom Buxoriy. Bu fitnachilar, hasadchilar, qalbi maraz insonlar mana shunday bir ulug' insonda qadriga yetishmadi. O'lib ketganidan keyin, qabrga ko'milganidan keyin bu gaplarda fitnaligi, tuhmatligi, bo'xtonligi oshkor bo'lgandan keyin shu gapni tarqatib yurganlar bir istig'for aytishdi. Qilgan ishlardan afsus nadomat chekishdi, lekin Imom Buxoriy ketib bo'lgan edi. Qaranglar kimlarni hayoti, kimlarni qadr-qiymati yo'q bo'lyapti. Tekshirilmagan xabar, noto'g'ri xabarni eshitib ko'tarib yurishlik. 256-hijriy yilning Idul Fitr kechasi Robbisiga duo qilgan holatda Imom Buxoriy vafot etdi. 62 yoki 63 yoshda edi. Imom Buxoriy mana shunday hayot kechirdi. Faqatgina ilmiy hayot emas edi. Bu taqvo, xulq, saxovatga to'la hayot edi. Bu kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi haq bo'ldi. Shu sharaf u kishiga yetadi. Payg'ambarimiz aytganlar, agar odam bolasi vafot etsa, uni hamma amallari to'xtaydi, faqat 3 tasi davom etib turadi. Ilmun yuntafa'u bihi, foydalanib turilgan ilm. Sadaqatun joriya, yurib turgan sadaqasi. Avvaladun solihun yad'ulahu, uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. U kishidan nima qoldi? Ilm qoldi. Qanaqa ilm qoldi ya birodarlar? Imom Buxoriy qoldirgan ilmdan ko'ra kattaroq ilm bormi? Alloh azza va jallaning kitobi Qur'ondan keyingi o'rinda turadigan eng birinchi kitob Sahih Buxoriy. Bu kishini mana shu qoldirib ketgan ilmi. Birodarlar, bu kitob ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi kishilarning, musulmonlarning marji'i hisoblanadi. Ummati Muhammadiyaning eng ulug' olimlaridan, hadis ilmining sultoni, o'z zamonasining mo'jizasi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy vafot etdi. Alloh azza va jalla u zotni o'z rahmatiga olsin. Hamda u kishi bilan bizni sayyidimiz va habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida Jannatul Firdavsda jamlagan bo'lsin. Amin. Mana birodarlar, Imom Buxoriyda hayoti. Alloh qodir qilganicha sizlarga bildirdik. Nimani xulosa olamiz? Yoshligida Alloh taolo u kishiga bergan iqtidorni ko'rdi. E'tibor bo'ldi, ustozlardan diqqat bo'ldi. Bu kishi safar qildi, o'zining iqtidorini to'g'ri yo'lga sarf qildi. Siz bilan bizning bolalarimizda mana shunday iqtidor bor, qaysidir bir darajada. Faqat buni bilishlik kerak, ko'rish kerak, aniqlash kerak va e'tibor berishlik kerak. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va